Voy, nima qotdi bular? Mashina neli qilyapti? Voy, mana buni qara. Vahima qilmaylar, просто amortizatorni tekshirib ko'rdim. Buni pnevma emas, amortizator ekan. O'rtoqlar, bugungi obzorimizda Aito M7 nimaga 60 ming dollarlik mashina 30 ming dollarga berib olyapti. Hosila bilan bitta shuni ko'rib chiqamiz va sizlar bermoqchi bo'lgan savollarni men beraman. Ko'rib tursanglar qiziq bo'ladi, ham savollarga javobni olasizlar. Xo'p, ana endi obzor bitta boshlab oladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu mashina M7 hisoblanadi. Bu bo'lsa ag'zamchi. O'zimni ammam o'g'li. Короче, mana shu mashinalar kerak bo'lsa, mana shu bolaga bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastki raqamlarga M7 lardan assortiment kelgan, oqi ham, qorasi ham, bitta motorli ham, ikkita motorli ham hammasidan bor o'rtoqlar. Xo'p, bugun men sizlarning savollarga javob berib chiqamiz. Men xuddi klient bo'lib, ag'zamdan so'rayman, siz menga tushuntirib berasiz. Bemalol nima savollar bo'lsa, nimaga arzon, qancha yuradi, realniy rasxodi qancha? Birinchi o'chirib, nimaga arzon? Shunisidan boshlaydi va kuzatuvchilarga ham qiziqdi, mana shu. Nimaga 60 ming dollar turadigan mashina yarim narxga bera olyapti? O'zingiz misol qilib keltirsak, iPhone tutasiz. iPhone'ni remontga olib borasiz. iPhone'ga olib borganingizdan keyin remontga ular restavratsiya qilib beradi. Batareykasi ketganmi, ustida qirilganmi, chizilganmi, hammasini ular o'zgartirib, yengida restavratsiya qilib beradi. Bular ham xuddi shunaqa situatsiya. Xitoy zavod ishlab chiqargan, salonlarga tarqatib chiqqan, salonlarda tez drive bo'lib ishlangan bular mashinalar. Hammasini keyin yig'ib olib, restavratsiya qilib, eksportga jo'natyapti. Shunda tushunishim bo'yicha bu mashinalar hammasi yengil, lekin o'sha ko'rgazmada turgan, keyin bitta restavratsiya qilib sotuvga ham bera oladi. Bir xillarda probegi qancha bo'ladi? Probeg 10 minggacha. Ichida 1000-2000 yurgani ham chiqib qoladi. 1000 yurganlari bor, lekin hammasini batareykasi 100% yomkisi umuman bu o'zidancha zavodda o'zida restavratsiya bo'lgan. Oddiy xitoyliklar qo'lda restavratsiya qilmagan. Zavodda o'zi restavratsiya qilgan, nima sideniyasi kirib qo'ygan bo'lsa, yangi sideniya qo'ygan, tozalab o'tirmagan, ozgina sarapinasi bo'lsa ustidan sefar urgan. Xo'p, endi xarakteristikasi bo'yicha sizlar ma'lumot beradigan bo'lsak, bu mashinalar hammasi gibrid, to'g'rimi? Gibrid aralash holda qancha yuradi, batareyada qancha yuradi o'shalarni? Aralash holda 1230 berilgan Xitoy standartlari bo'yicha, lekin baribir toza yurib berish bilasiz, endi ekanda yurib bermaydi. 150 yuradi. Общийda qancha? Общийda где-то 800-900 yurib beradi. O'zi lekin zavod bo'yicha 1200 berilgan. O'zi mendan ko'p so'rashardi, gibridlarda baribir o'sha 1200 bergan yurib beradimi deydi. Yo'q, gibridlarda men o'zimizni polniy hada yuramiz. Zo'ri ham shu 1200 bergani 7-8 atrofida yuradi. U ham suvga yurishingizga bog'liq. Xuddi benzinli mashina bossanglar ko'proq yeydi, sekin yursa kam yeydi. Bularda ham xuddi shu tema. Xo'p, ana endi bular og'irligi qancha? To'liq vazni 2340, bu bitta motorligi. Ikkita motorligi bor, uni vazni 2450. 2 kilo raznica qiladi. 2,5 tonna 0 dan 100 gacha razgon nechi dual motor? Dual motorni razgoni 4,8 sekund. 2,5 tonna narsa 4,8 sekund 5 sekund 100 ga chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Bu degani Malibu. Malibular bemalol uradi. Endi elektr bo'lgani uchun, dual bo'lgani uchun elektromobillarning ham nima yaxshi tomoni, podyomga ham, pastga ham misol tirasida bir xil tezligi, misol ограниченияsi 180 bo'lsa, 180 gacha umuman bilinmaydi, bir xil chiqib beradi. Shu taraflari zo'r, lekin podyomlarga umuman qiynalmaysizlar. Xo'p, ana endi bu mashinaning tashqi ko'rinishi, baki nechtalik buni o'zi? 60 ta. Baki 60 ta. Motor qanaqa bunda? Kapotning tagida 1,5 turbo motor joylashgan. 1,5 turbo, turbinali, значит, bunga 92 dan baland benzin quyish kerak bo'ladi. Shunaqa kamida 92. Lekin bu motor harakatga keltirmaydi mashinani. Bu как бы generator vazifasini bajarib beradi. Faqat zaryadga qilib beradi. Parallelniy emas, последовательный bo'ladi. Gibrid hisoblanadi. Elektromotori o'zi faqat harakatga keltiraveradi. Xo'p, ana endi sizlar bilan bitta tashqi ko'rinishlarini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, oldilarida 6 ta parktronikalari bor. Oldi farlari polyimini vazirniy bo'ladi. Mana oldi qoshlari ham yonib beradi. Aito emblemalari. Xo'p, diskalariga keladigan bo'lsa, bitta diskalarni ham ko'rib ketaylik. Lekin vashikot, men o'tirganimda ham pashti mana 255 ga 50 28 diskada turibdi. Balon ham shikot. Даже salafonlari ham turibdi ekan, bitta hali. Hamma salafonlarigacha borgan, shiltasi chiroyli ko'rinar ekan baribir. Xo'p, ana endi bakoylariga keladigan bo'lsak, bakoylarda polni powertnilari 360 gradus kameralar bor. Bunda bu aytmoqchi o'rtoqlar, Xitoy o'zida lila bilan konkurensiya bo'ladi, konkurensiya hisoblanadi. Xitoy o'zida ham urovini lidan balandroq ekan. Endi bizda hamma li oladi, lekin Xitoyda bu mashinada 9 bor, M9 li 9 bilan konkurensiya bo'ladi. Internetda ko'rgan bo'lsanglar kerak,
orqasida faqat monitor emas, bularda уже kinoteatrga o'xshab parda tushadi. Proyeksiya orqali Bu ishlaydi. M9 edi, bu M9 M7. edi. M7da orqa tarafida hech narsa ekrani yo'q. Hozir men yurishini bitta ko'rishingdan mumkin mana. Olib chiqing tepaga. Yomon surar ekan u. Xullas hamma yoq quyosh, mana bitta soya joy topib oldik. Soyaga olib chiqa obzor qilmasa. Ichkar eshitadi mikrofon bo'pti. Diskasi balandligi, teg balandligi zo'r. Bemalol mana Bardurdan o'tib ham chiqib olaveradi bu. Ata ko'rinishi ham chiroyli lekin. Adrenalinlarni oldik. Endi davom etaversa bo'ladi. Ketdi. Kim olsa shuni adrenalinlarni his qilsa bo'ladi bemalol. Vashilagan xuddi yengil qushdek uchyapti. Yurishi zo'r lekin 2,5 tonna. O'sha endi men o'zim bitta sizlarga hozir o'zim o'rtoqlar bitta sizlarga ichini obzor qilib ko'rsatib beraman. 2,5 tonna bo'lsa ham 0 dan 100gacha 4.8 bergan 5 sekundda tezlanadi. Bu degani uncha-buncha o'zimiz chiqayotgan mashinalarni pashta hammasini urib qo'yadi. Xo'p, ana endi bu yoqdan oling salon qismi bilan o'zim hozirlarga qisqacha bitta tanishtirib o'tib ketaman. Salon ichlarida nima borligini. Ichini ochib oladigan bo'lsak, obshivkalarini ko'ryapsizlar. Ustidan koja yumshoqlatib tortilgan, manitlari derivanniy bo'lib ishlangan, bu yoqlari alekantari bo'ladi. Даже tegi ham plastik emas, ustiga koja qoplangan. Mana o'tirgan sidena ham bo'lsa, napa koja hisoblanadi. Bunda oldida ham yon taraf qarshi to'rttalasida massaj, abduf, abagrev hamma narsasi bor. Xo'p, ana endi bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Polni elektropaket aytgandek hamma narsa bo'lib, Baku poddержкалari bilasizlar, o'z Xitoy mashina, premium mashinalari sidena chiqarish bo'yicha yoritib berishyapti. Nomer 1 bo'lyapti. Mana torpedkalarga keladigan bo'lsak, bu ham yumshoqroq, shumkalarini ko'rasizlar. Hamma yoq koja bo'lgani uchun ana g'ich-g'ich taqir-tuqurlari yo'q. Bu yoqda polni podsvetkalari, derivanskiy. Mana ochib ko'radigan bo'lsak, bu yoqda barcha ham katta ko'rasizlar, mistitilniy, bemalol dokument hamma narsa solib qo'ysanglar bo'ladi. Ruschami? Ha, rusifikatsiyalari ham qilingan buni. Keyin bunda head-up displaylari ham bo'ladi. Face ID'larigacha bor bunda. Kolonkalari bo'lsa Huawei o'zidan chiqqan bo'ladi. Keyin bunda yana plyus tomoni ko'p mashinalarda panorama o'zi bo'ladi yoki shtorka bo'ladi. Bunda 3 в 1 qilingan. Shtorkasi ham bor, panorama tomi ham bor, luki ham bor. Hamma narsasi bu o'zi premium mashina hisoblanadi. Bu yoqda besprovodniy zaryadkalari ikkalasi ham bor. Avvalgi joylari bu yoqqa joylashgan. Deflektorlari salonning o'zidan ligrovka qo'llanadi. Bundoq qilib turib. Rostlam, deflektorda mana bunaqa suradigan knopkasi bo'lmaydi. Mana shu ekran orqali bemalol surib, o'zingizga qaratib qo'ysanglar, o'zi bemalol shamolni urib turadi. Xo'p, bakoylarga keladigan bo'lsak, bakoylar mana bunaqa kichkina qilingan. Yangi chiqayotgan lilarni ko'rdinglar. Endi bakoylari monitor cherz kamera ishlaydigan bo'lib chiqar ekan. Xo'p, bu yoqni ochadigan bo'lsak, menga yoqqan taraflari juda ham katta, sveti, ikkita podsvetkalari bor, oynalari juda ham katta. Bu yoqda ham xuddi shunaqa qilingan o'rtoqlar. Mashina lekin men o'tirishga, men bo'yim 1.90, bemalol baquvvat akalar ham o'tirib mazza hadisi bo'ladi. Bu mashinani biznes klass hisoblanadi. Zero hozir orqaga o'tib, uni ham bitta ko'ramiz hozir. Xo'p, o'rtoqlar, endi eng fishkalardan bittasi orqa tarafiga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Buni sidenasi mana misol bitta bosib oladigan bo'lsak, bu nafaqat orqaga yoniga ham suriladi, ko'rasizlar. Sidena yoniga ketib, orqaga yotib beradi. Atamankalari ham polni chiqadi hozir. Ata keyin chiqib yotib oladigan bo'lsa, o'rtoqlar, vashshi va konser yoqib qo'yganmiz, tepalaridan ham mana polni mana bu yoqdan orqalargacha ham shamol zo'r konserlar urib beryapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Men podsvetkalar ham polni xursandlik qilib ishlangan, vid boshqacha. Orqada yotib ketayotganinglarda mana shu obzor ko'rib ketasizlar. Mashina lekin вообще yoritayapti bor-ku. Bemalol men yotib o'zingizlar ishlar qilib ketsanglar bo'ladi. Barida ne ishlar? Biz olishlar. Mana orqalarini ko'radigan bo'lsanglar, polni monitori bor. Mana shu yerda
gradus dini hammasini Abdul Abagirov mashinadan ligirovka qilib ketsanglar bo'laveradi. Lekin danli yo'llarga ketayotganda oyoq uzatib olib ketishga boshqacha. Mashina lekin charchatmaydi, yorita shotdi lekin bor-ku. Men obzor qilayotganimga mashinani 2 yil bo'lgan bo'lsa, o'zimcha o'ylagandim bir 10-15 ta mashina obzor qilaman, keyin men shu tugab qoladi mashinalar deb o'ylardim. Xitoy bizga o'xshab bitta mashinani 10 yil, 15 yil bir xil chiqazmaydi. Xitoyda har yili qo'shimcha narsalar qo'shib boradi. Yangilangandan keyin uni obzor qilish kerak, ko'rsatib berish kerak. Men o'yladim, bittada biza tugaydi dedim, men unaqa emas. Orqa bagajlarni ochadigan bo'lsak, bularda endi premium hisoblangani uchun polni elektropaket bo'ladi hammasi. Bu 7 ta o'rindiqli, 6 ta o'rindiqli, orqasida ham ikkita sidenasi bo'ladi. Mana bunisini bundoq qilib yotqizib qo'ysanglar, bagajda ham joy katta bo'ladi. Bemalol ketaverasizlar. Hozir endi nariga sizdan yotgani uchun ochilmadi. Mashkar uch katta bo'lib ketaveradi. Orqasini ochadigan bo'lsak, bu yerda akkumulyator joyi o'zini zapaska bo'lmaydi bo'ladi, bilasizlar, o'zini nasoslari bor, o'zini mana kleysi bo'ladi. Avariya znaklari. Endi mashina qancha yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lmasa ham mana bu narsa lekin bir kun kerak bo'lib qoladi, lekin sizlar ehtiyot bo'lib qo'yinglar. Sizga kerak bo'lmasin. Yaxshi niyat uchun bu. Xo'p. Orqalarida keyin buni prekuriter joylari ham bor, bu yerda svetlari bor ekan. Kolonkalari orqada ham ko'rasiz, polni. Bunda nechta 24 tami kolonka shunaqa edi. 24 ta akustik kolonkalari qo'yilgan. Xo'p, ana endi bitta knopka bilan yopib forsak bo'ladi. Bularda ham polni avtopilotlar o'zi haydaydi, o'zi hammasini boshqaradi. Yoki mashina orqalarida ham 6 ta parktronika, hamma yoq sensor datchik bo'yotibdi. O'rtoqlar, kimga agar mana shu ayto'la qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari Depal S07 lar, yana o'zimizda yo'q mashinalar ham, yana boshqa turdagi elektromobillarni ham bemalol mana shu nomerlarga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Elektromobillar uchun trading xizmatlari ham bor. Bemalol agar sizda boshqa mashina bo'lsa, aka barter qilaveramizmi deb bemalol barter qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat, kanalga like va podpiska bosib qo'yinglar.